Assalomu alaykum. Assalomu alaykum aziz muhtaram Sharq Turkistonlik qarindoshlar. Yana bir video bilan sizlarga muloqot qilib o'tirayotiman. Bu normal haftalik video suhbatlarimizdan emas. Bu tasodifiy o'tirib qistirılgan aktual bir masalaga javob berish taqozzosidan vaqtinglarni alyapman. Shunga kechiringlar. Agar ortiq kelgan bo'lsa. Temamiz milliy ozodlik harakatlari va xalqaro yordamlar haqida. Bu tema ilgirimi ma'lum nisbatda so'zlangan. Aynan bu şekilde bo'lmasa-mu, başka sözlerimge kıstırılgan halda az dolu sözlengen. Benim karışımda. Bugün bunu yana tekrar tilgilişimizdeki sebep bazı tecmel adamlar bilisler hayatının her kaysi basqıçlarda buluduğan, uçurap durduğan bazı tecmeller, fırsatperestler Onundan putak tepişke urundığanlar, taraftarlıkka sebep izleydiğanlar, benim bazı geplerimni burmulap kampanya elip beravatqanlar üçün ularga işinip gitadigan qarindoshlarni nazar tutup, ben o şüprendilerine cevap berishga arziydi deb qaramayman, çünkü Kuskunun toyğununu tutup bakıp bilmese uqanmaydigan derecedeki bir adamlar. Ama köpçülük xalq nazarı tutup, xalq qaymıqıp qalmaslık üçün bu haqda azraq düşünce berishni layık gördüm. Hazırkı zaman devletleri barlık kelgen vaqtdan beri bu hazırkı zaman devletleri bilen qadimki zaman devletlerinin farkı şu yerde. Qadimki zaman devletleri bir padişah küçeyse, bir akıllık bir padişah taxtga chiqib qalsa, küçüyüp cheksiz kengaydi, to'xtab qolgan qadar. Ve o padişahın ölüşü bilen bu devlet parçalanıp ketadi. Yani tikiş to'xtamaydigan. Milliy chegaraları aniq bo'lmagan devletler, qadimki zaman devletleri. Milliy chegaralar aniq sızılgan. Ya xaritada, dünya xaritasida resmi sızılgan, ya ki sızılmagan bo'lsa-mu, kishilar ko'ngillarida itiraf qilgan bir chegaralar var. Bu müşe falan millet oturduğun şulunun juti deyilgen bir narsa qiliblaşkan yani. Bu vakit hazırkı zaman devletleri degan şu. Devletler bileknin küçü bilen yani hazırkı zaman devletleri barlık kelgen vakitten beri devletler bileknin küçü jangivarlık bilen emas. Akıl ve texnika arkalık barlık keladigan hem başquruldigan bo'ldi. Türklerinin bir gibi varken ki miltiq keşif bo'ldi, mertlik tügüdü de. Bu deganlik noqul halda odamlarning arzusidan maydonga kelgan iroda davlatni bag'rliq keltirishga yetarli emas. Bu nuqtada keyingi 2 asrdan beri maydonga kelayotgan yangi davlatlar aman bir kudretli dünyavi güçünün qo'llashi orqasida maydonga keldi ve onun homiylik ostida mavjudligini saqlab keldi. Birinchi Dünya urushidan keyin Yevropada maydonga kelgan Polsha ve Chexoslovakiya. Birinchi Dünya urushidan burun bunday bir davlat mavjud emas. Polsha Rossiyaning mustamlikasida bilasizlar. Chexoslovakiya mu bir qismi Germaniya. Birinchi Dünya urushidan keyin
meydana kelgan, Yevropada meydana kelgan Polsha va Chexoslovakiyalar Buyuk Britaniyaning qo'llashi va homiyligiga tayangan edi. Polshani Rossiyaning qo'lidan qutuldig'ini Britaniyaning darajadan tashqari kuch bo'lish suri bo'lgan bo'lsa, Sovet ittifoqining takror besib olishdan saqlab qolgani yana shu Britaniyaning homiyligi edi. Hatto kommunist Xitoylarning Kuomintang hukumatini ag'dirib, hokimiyatga chiqishimi Sovet ittifokidek bir darajadan tashqari kuchning qo'llashidan bo'lgan. Bo'lmasa, bu sagaz chapalliq chuvalchaq askarlar Kuomintangning 8 million askarni qanday yengdi? Uning ustiga Amerika Kuomintangga yordam berayotgan ahvolda. Afg'onistonning Sovet tajovuziga tirajab, oxirida Sovet ittifokini haydab chiqara olishining orqasidami cho'ng kuchlarning yordami borligini obdan bilamiz. Kosovoning Serblar ustidan g'alaba qilib mustaqil bo'la olishidami, Sharqi Timurning Indoneziyadan bo'linib chiqib mustaqil bo'la olishidami cho'ng kuchlarning roli borligini inkor qiladigan odam yo'q. Endi kelaylik o'zimizning milliy mustaqillik ishimizga. 30-yillardagi Sharq Turkiston Islom Jumhuriyati hukumatsizlik kelib chiqqan bir vakuumdan foydalanib sahnaga chiqqan. Bu chaqda Janub, Sharq Turkistonning janubi, hatto sharqi Tungallar yoki Uyg'ur qo'zg'olonchilarining qo'lida edi. Xitoy hukumati shimolga cheklanib qolgan. Texi Shangshisay hokimiyatni qo'lga olib, hukmronligini butun Sharq Turkistonga kengaytirishga ulgurmagan bir vaziyatda Sabit Damollaning intayin sezgur siyosiy yo'lliqidan buni ko'rib yetarligining mas'uliyati. Shunga Sabit Damolla bu davlatning ko'p o'tmay mag'lub bo'ladiganligini biladi. Bundaq vakuum vaziyat mingda bir, millionda bir bo'lib qoladigan ehtimolli bo'lib, hamisha bundaq vaziyat tug'ilavermaydi. Boshqa jimiy ahvolda yana bir siyosiy kuchning o'tirg'i chiqishi, yana bir davlatning tug'ilishi tamamen xalqaro siyosiy vaziyatga cho'ng kuchlarning yordamiga muhtoj bo'ladi. Bu holni biz o'z tariximizda 40-yillardagi 2-Jumhuriyatda ko'ramiz. Bu Sovet ittifoqidan iborat cho'ng davlatning qo'llashi, yordami orqasida borliqqa kelgan. Endi bugunga kelaylik. Sharq Turkiston davosining o'likligi nimada? Bir ig'iz so'z bilan aytsak, xalqaroda qo'llashga erisholmasligidan. Tamam. Yıllardan beri deganimizda 60 yıl yoki 70 yıldan beri xalqaro sahnalarda elib berilayotgan Sharq Turkiston milliy davosi nima qilyotidi? Davoni tonutish elib beryotidi deymiz. Davamizni tonutimiz deymiz. Dunyoga davamizni tonutimiz deymiz. Maqsad nima? Davani tonutishning o'zi maqsadmi? Yoki vositami? Buni aniqlab olishimiz lozim oldi bilan, qarindoshlarim. Bu falsafalik bir atalg'u. Vosita yoki maqsad degan. Bir narsaning negizini tepib chiqmak uchun uning maqsadligi yoki vositaligini arab olmak lazım. Davamizni tonutimiz deydigan bir faoliyat var o'tirliqda. 60 yıl, 70 yıl aralıqdaki bir vaqt ichida davamizni tonutimiz, dunyoga davamizni anlatimiz deymiz. Bu tonutish maqsadmi, vositami? Tonutib olsaqli bo'lamdi? Yo'q. Anda bo'lsa bu maqsad emas. Maqsad nima? Maqsad Sharq Turkistonni mustaqil qilish. Unda bo'ladigan bo'lsa, tonutish faoliyati bir xil vosita. Bugun bu maqsadga aylanib qolgandek qiladi. Nurg'un odamlar maqsad bilan vositani aralashtirib qo'ydi normalda. Bu butun harakatning chiqmas bir chig'irga kirib qolishiga sabab bo'ladi. Maqsad bilan vosita aralashib qolsa yoki o'rni almashib qolsa. U holda
Bu vasıta arkalık biz nimaga erişmekçi? Yani Şarkı Türkistan'ın müstakilligi üçün tonutuş bir vasıta oladigan bolsa, bu vasıta bilen biz to'g'ridan to'g'ri mustaqillik erişmeymiz. Nimaga erişimiz? Hammamiz bilamizki, bu orqali biror davlatning yoki bir qancha davlatning hissadorligini qo'zg'ay olsak, diqqatini torta olsak, yordam beramikin degan umid davoni to'nitishning harakatlantiruvchisidir. Demak, davoning maqsadi nima ekan? Chet el davlatlarining yordamini qo'lga keltirish. Shundaqmi? Yoki davoni to'nitimiz degan davronlarning buningdan boshqa maqsadi bormi? Albatta hech kim boshqa bir maqsadni o'tirib qo'ya olmaydi. To'nitishdan maqsad birla, yordam berishish. Xo'sh, xalqaro biror davlatning yordam bo'lmay turib, bo'libmi kuchli va cho'ng davlatning yordam bo'lmay turib, Sharq Turkistonning milliy mustaqillik harakatini tasavvur qilish bir utopiyadan iborat. Agar siz buni inkor qiladigan bo'lsangiz, u holda men deymanki, xo'sh, amis nima ish qilasiz? 60 yildan beri nima ish qildingiz? Nimani saqladingiz? Millat tamoman yo'qolish girdobida. O'zingizni qila oladigan shu o'g'andan keyin yana nimani kutasiz? Darhol boshlang. Ketmanlarimiz bilan hujum qilib Xitoyning atom bombalarini chalab-chalab bitaylik. Meningcha bu qadar talaba bo'lish yetar. Birlari mening o'tganki videolarimda Turkiyaning yordam bermaydiganligiga doir so'zlarimda gapga gap kelib qistirilgan. Türkiye'deki ateşlik milletçi qarindoshlarımızın Doğu Türkiston davasıga kendimiz sahip çıkacağız. CIA'nın koluga, Amerika'nın koluga vermeyeceğiz degan so'zlarga qarta deyilgan. Hozir tehi CIA bu ishga qiziqmadi. Qiziqib qolsa ta'limimiz keldi desak bo'ladi degan so'zlarimni burmalab, davoni CIA'ga o'tkazib berishimiz kerak dedi deb üsek taqatgan. Endi men yana takrorlayman. Agar Amerika bu ishga qiziqib qolgan bo'lsa, nayt afsuski bunday alomat ko'rilgani yo'q taxi. Ta'limimiz keldi desak bo'ladi. Men so'zlarimdan yong'inim yo'q. Chunki men yuqorida yetarlik nazariya va amaliy misollar anglatdim. Aqli o'sha joyida odamlar buni tushundi deb o'ylayman. Bizning qarshimizda dunyoning eng ko'p nufusli davlati, darajadan tashqari kuch deyilayotgan bir dushman turibdi. Xiyolparastlikni qo'yib, masalani real o'ylaylik qarindoshlar. Bu dushmanni bir pallaga qo'yib, yana bir muhim nuqta sifatida biz da'vo qilayotgan 1,800,000 chars kilometr zaminni o'ylaylik. Davlatlar bir mo sho'lik uchun yoki bir mo sasliq uchun jon tikishadigan bo'lsa, Xitoydek cho'ng davlat bu qadar cho'ng zaminni o'zi için vaz kechib tashlab berib chiqtamda. Biz nima deb o'ylayapmiz buni? Yoki Turkiyachisiga ateşlik shvorlar bilan tutidi deb o'ylayapmiz. Demak, eng boshda so'zlab o'tganlarim bilan qo'shib o'ylaganingizda shu o'tirg'i chiqadiki, bir darajadan tashqari kuchga qarshi g'alaba qiladigan bo'lsangiz, u faqat yana bir darajadan tashqari kuchning qo'llashi va yordami bilan mumkin bo'ladi. Endi başka gayretli, kuchtungur odamlarimizning boshqa qarashlari bo'lsa, inkas shaklida yo'llasa, hammaylar barobar ko'rib baqsaq bo'ladi. Balkim bu bag'razlar Turkiyaning yordami bilan bo'ladi-ku. Nimaga Amerikani tanlaysan? Demakchidir. Birinchidan bu mening tanlashim emas. Texi bizda tanlash imkoni bo'g'imi yo'q. Ikkinchidan bu bizning irodamizga biqinmasligi mumkin. Endi Turkiyaning yardım masalasiga kelsak, bu vaqtda bek ko'p to'xtaldik qarindoshlar. Yana desak, yana shu faktlar o'tirdi. 50 yil xosli Turkiyaning qo'lida o'ng chiqargan bu da'vo nima natijaga erishdi?
Bu hammaylarga sir emas. O'tganda oxirgi bir qatim so'zlab o'tib, Turkiya temasini faqat ig'iz qolmayman deganimda videoning oxiri chiqmabdi. Shuni bu yerda takrorlab o'tay. Shu qatimda bir Xitoy tamsilini misol qilgandim, xabaringlar bor. Shangshui bukay, kayshui bushang. Mevcut hakimiyetning dushmanlariga yordam berish normalda xalqaro munosabatlarda satchilik sabab bo'lgan bo'lg'achqa odatda yoshirin qilinadi. Ya'ni davron qilinmaydi. Kayshui bushang. Qaynagan su aqadar sat gajildimaydi. Öz tariximizni desak, 2. Cumhuriyetning qurilishiga elib borgan Sharq Turkiston milliy inqilobini qo'llashda Sovet ittifoqimi buni davron solmadi. Hatto Jiang Jieshi hukumatining noroziliklariga qarata rad javob berdi. Bizning qo'limiz yo'q. O'zi qilyotdi dedi. Gerçi bu oshkora maxfiyatlik edi. Butun dunyo Sovet ittifoqining o'ynayotganligini biladi. Faqat Sovet ittifoqi uni e'tirof qilmaydi. Ahırda 11 bitim bilen vatanimiz Xitoylarga setilgandan keyin milliy armiyaning qo'lidagi Sovet patentli qurollarni, ya'ni Sovet ittifoqidan boshqa davlat yasamagan qurollarni, Sovet ittifoqiga xos bo'lgan qurollarni yig'ib olib, darhol elib ketdi. Yana bu qurollarning dalil bo'lib qolishidan saqlandi. Yana bir misol. Sovet Afg'oniston urushi. Biz vatandaşlığımızda Afganistan partizanları deyilgen bu kişinin Sovet ittifoqiga qarshi kundalik g'alaba xabarlarini anglaytdik. Hayron qolibdik. Ya bu Afg'onistonda qaloq bir davlatning qaloq xalqi Sovet ittifoqida darajadan tashqari cho'ng kuch bilan hajab turkishadi ya. deb. Keyin bildikki, butun g'arb hatto Xitoyni o'z ichiga olgan cho'ng kuchlar Sovet ittifoqini shikastlash uchun Afg'oniston sepida yer oldi. Urushayotganlar Afg'onlarla emas, butun islom ellaridan to'plangan jihad qilish orzusi bo'lganlarning hammasi bu yerga tashlangan. Bularning hammani Amerika tashkillagan. Ammo Amerika hech qachon sahnaga chiqmagan. Masalan, Sovet ittifoqida ishlangan Misr ambarlarida besilib qolgan qurollarni islom ellarining mablag' orqali setib olib, Pokistonning qo'li orqali Afg'onistonga yetkazgan. Türkiye'nin ambarlarida saqlanayotgan 1-Dünya urushi davridan qolgan qurollarni setib olib, buni Pokistonning qo'li orqali yetkazib bergan. Mutaxassis mashqavillarni yaratgan. Ammo hech qachon Amerika yordam beryapti degan davron bo'lmagan. Sovet ittifoqi buni degan taqdirdami, buningdan tenilgan. Yo'q, mening aloqam yo'q. Sharq Timurning mustaqilligida G'arbning qo'li borligi nihoyatda aniq bo'lsa-mu, lekin qaysi g'arb davlati buni oshkora e'tirof qildi? Davron soldimi? Mana bu Shangshui bukay. Qaynagan suv gajildimaydi, qarindoshlar. Endi Turkiyada dal buning aksi ekanligi diqqatimizni tortadi. Cho'ng utopiyalik shiorlar bilan bezalgan davronlarning cho'ngligi go'yo kishini qanoatga keltirib qo'ydi. Balqonlardan Çin Seddiga Türk dunyosi buyuk turanchilik. Hech qachon Sharq Turkiston davosini mazmun qilgan saf holatdagi bir yig'in yoki faoliyat qilishning mumkinchiligi yo'q. Buning cho'qim asha xomxiyol mahsuli bo'lgan yo'g'on quruq shiorlar aralashib olib, davoni xalta ko'chiga boshlaydi. Qarindoshlar, bizning dushmanimiz Xitoylar. Yetarlik nufusi bor, yetarlik kuchi bor. Endi biz bu davoni buyuk turanchilik degandek afsona shiorlar bilan chalg'itib Xitoylardan boshqa Rossiyani va butun g'arb dunyosini, hatto musulmon bo'lishga qaramay butun arab dunyosini dushman qilib olamiz o'zimizga. Dava tamamen chanachqa tushib, pishkak bilan chaldaqishtirilgan holga keladi. Pishkak degan bir kaltekning ismi. Chanashda qimiz echitadiganida chaldaqishtirdi. Qirg'izistonning poytaxti Bishkekning ismi buningdan kelib chiqqan. Shunday holga keldi. Hech qanday yordam bermaslikli quruq davronlar. Ya'ni Shangshui bukay. Bu qaynamagan suvning g'ijildishidek.
davran bilan foydalanishni o'ylayotgan Turkiyaning yordam berishga imkoni yo'q. Bo'libmi bu kunlarda taxmin shu. Chunki Xitoyga qarz Türk xalqining bizning sepimizda ekanligini inkor qilmadim va hech qachon inkor qilmayman. Xuddi Sovet Afg'oniston urushida butun islom ellaridan to'plangan mujohidlar Afg'oniston partizanlari salohiyati ostida urush qilgandek bir vaziyat Sharq Turkistonda maydonga kelsa, Türk qarindoshlarimizning ba'zi layg'azal Uyg'urlarimizdan burunroq bu kurashga otlanganligidan gumonlanmayman. Ammo bundaq bir bosqichni barliqqa keltiradigan tashkillash, qo'llash, yordamlarni Turkiyadan kutish bekmi bolalikdir. Buni Turkiya qilolmaydi. Endi Turkiya haqida boshqa so'zlamayman, majbur olmoqchi qarindoshlar. O'tinib qolay, qarindoshlar, biroz aqlliroq bo'lsanglar. Birinchidan, dushman ayg'oqchilarining vurmilashlaridan saqlanish uchun ularning xohlagancha uzib kurashtirgan dalillariga ishinib ketmay, so'zlarimni to'liq anglanglar. Ondan hissiyot bilan emas, aql va mantiqi bilan fikr yurgizinglar. Ondan qarshi chiqsanglarmi ulgurisizlar. Qisqasi bizning da'volarimizda da'voni to'litimiz deyishdiki maqsad boshqa davlatning yordamini qo'lga keltirish uchun bo'lsa, u holda Amerikaning yordamidan esankirab ketishimizning hojati yo'q. Savizda xabar yo'q, guruch damyapti degandek texhaq yordam qilamdi, qilmamdi demasdan esankirashga boshlasak, tazim bema'nilik bo'lmamdi bu. Yiqilsang tugidan yiqil degan tamsilimiz bor. Buni hammanglar bilasizlar. Undan boshqa mayada deyish afsizroq, sattroq bir tamsilimiz bor. Darhol insonlar kelish uchun kichkina jip uchi kerakdir balki. Musulmo cho'ng yaxshi degan tamsil. Shuningga o'xshash, agar bundaq bir qo'llash bo'lib qolsa, haqiqatanmi ta'lim emas. Chunki cho'ng yaxshi, qarindoshlar. Benim bu favqulodda ya'ni navbatdan tashqari bu videodan deb qo'ydiganlarim mana shular. Agar fikring bo'lsa, qo'shalmaydigan mazmunlar bo'lsa, yo'llasanglar, shaxsiy, xususiy xat qilib yo'llasanglar, buni keyingi qitimlarda javob berishga tirishaman. Hammanglarga xayr xo'sh, hammanglarni Alloh topshirdi. Xo'shamiz.